erkak ginekologlar ayol ginekologlardan yaxshimi yoki yomon? Erkak ginekologlarning orasida ham zo'rlari bor, yomonlari ham bor. Ayol ginekologlarda ham xuddi shunaqa. Lekin bizda shunaqa gap borki, erkak ginekologlar более нежно harakat qilishadi, более nafisroq harakat qilishadi deb aytishadi. Lekin bu degani ayollar qo'pol degani emas. Mana bugun shunaqa patsient ham keldi, ularga spiral qo'yib qo'ydim, aytdi, shunaqa nozik harakat qilasizki, yaxshi gapirasiz, ushib tashlamaysiz. Men zerkalani qo'yganda ham avaylab chiqasiz menga. Shu zerkalani shuning uchun ham sizga kelaman deyaptilar-da. Bu degani hamma muhim holatga ham ta'sir qiladi. Erkak ginekologlar yaxshi, ayol ginekologlar yomon yoki nabarot emas. Har bitta inson o'zi qo'yni tortgan shifokorga boradi. Meditsinada jins etilmaydi. Ayol ginekolog, erkak ginekolog deyilmaydi. U shifokor, tabib. Borishimiz kerak qo'ynimiz xohlaganga. Va albatta malakasiga ham bog'liq. Yosh qadrli bo'lsa malakasi kamroq bo'lishi mumkin, yosh kattaroq malakasi ko'proq o'shanga borish mumkin. Lekin men shaxsan o'zim просто profilaktik ko'riklarga yoki qanday bir yallig'lanish kasalliklari bilan erkak ginekologga murojaat qilmagan bo'lardim. Shaxsan o'zim. Lekin xirurgiyada bo'lsa, masalan deylik, ginekologический operatsiyalar bo'lsa, erkak ginekologlarga murojaat qilishim mumkin va meni o'zim ustozim ham erkak ginekolog. Lekin tug'ruqqa erkak ginekologga bormagan bo'lardim. Hattoki sakkiz shamolyotiga ham ayol ginekologga borgan bo'lardim. Shunaqa. Bu mening fikrim. Erkak ginekologlar mendan xafa bo'lmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim.